Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Kaliforniya qizilchuvalchang beg'o'miz bizga qiziquvchilar hamda kanalimiz a'zolari. Mana bugun Xudo xolasa 28-mart, bahor oyini ham birinchi oyini tugatib olyapmiz. Xudo xolasa mana indingi Ramazon hayiti barchalarda, barcha musulmon xalqimizni Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Anchadan beri video qilmay qo'ydik. Vaqt bo'lmay chuvalchanglarimizni sotuvlari bo'ldi. Imkoniyat sharoitga qarab bir shoshilinch ish yuzasidan video qila olmadik. Bugun bir video qilib, hop chuvalchang qiziquvchilariga bir qator chuvalchanglarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taylik dedik. Chuvalchanglarimiz o'sha aktiv holatga o'tdi. Mana Xudo xolasa Allohning qudrati bilan 3 kun tinimsiz yomg'ir chuvalchanglarimizni ishlash uchun va aktiv bo'lish uchun chiroyli havo bo'lib berdi. O'zini nomi bilan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangli deganda, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangiga o'zini tabiiy bo'lgan Alloh tomonidan berilgan yomg'ir 3 kun mobaynida yog'di. Mana hozir chuvalchanglarimizga qanaqa darajada ta'sir qildi, qanaqa aktiv holatga o'tdi. Mana bugundan Xudo xolasa havolar tinib, quyoshlar chiqishni boshladi. Kimga Kaliforniya qizil chuvalchanglari beg'o'miz biznesga qiziqayotgan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bizning manzillarimiz Andijon viloyati Izboskan tumanida. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hozir bizda kvadrati 2 banan korobkasi, 2 banan korobka 750 ming so'mdan zichligi a'lo darajada bo'ladi. Xudo xolasa sizga voyaga yetgan va tuxum qo'yishni boshlagan va lichinkalari bor holatdagi zich chuvalchang beriladi va 3 oy mobaynida sizga mana shu konsultatsiyalar 100% o'rgatiladi. Hop, sizlarga hozir chuvalchanglarimiz qanaqa holatda ishlayotganini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana chuvalchanglarimiz, bioreaktorlarimiz mana tayyor ishlayapti. Chuvalchanglarimiz asosiy matchli joyimizdan chuvalchanglarimizni ko'ramiz. Hop, любой joyini olib qaraydigan bo'lsak, hozir chuvalchang mana holati qanaqa, nimaga bo'lsa bu go'nglar mana shu ko'rinishda yirik holatda edi birinchi solinganda. Endi mana hozir qisqa muddat ichida chuvalchanglarimiz ishlab, buni beg'o'miz holatga keltirishni boshladi. Mana mayin holat. Endi telefonda qanchalik ko'rinyapti, lekin chuvalchanglarimiz zichligi Xudo xolasa ishlashi aktiv holatga o'tdi mana. Chuvalchanglarning zichligi mana voyaga yetgan yirik chuvalchanglar. Hozir chuvalchanglarni har joyini ochadigan bo'lsak, hamma joyimiz shunaqa holatga keldi mana. Mana. Xohlagan joyimizni ochadigan bo'lsak mana. Chuvalchanglar hozir agarda bu Xudo xolasa yana bir 2 kun quyosh chiqadigan bo'lsa, bu yanada aktivlashadi. Nimagaki? Mana chuvalchang. Mana voyaga yetgan. Ya'ni zichligi qayerga solsangiz shunaqa zichlikda chiqadi mana. Hozir buni ichi rosa suvga to'ldi. Nimagaki? 3 kunlik yomg'ir bizni chuvalchanglarimizni ishlashga rosa yordam berdi. Любой joyimizga ochib soladigan, qaraydigan bo'lsak, mana hozir mana chuvalchang. Mana chuvalchangimiz holati mana. Любой joyda olib ochadigan bo'lsangiz mana. Chuvalchanglar Xudo xolasa zo'r zichlikda ishlayapti mana. Kimga qanaqa zichlik kerak mana. Eslatib o'tamiz, bizda kvadrati 750 ming so'mdan va 2 banan korobka. O'tgangi videolarni ko'ryapsizlar-da, telefon qilyapsizlar. 3 banan korobka 500 ming so'mdan, yo'q, 500 ming so'mdan emas. Mana chuvalchanglar. Mana chuvalchang holati mana. Bu hali yana 10 kun ishlab qoladigan bo'lsa, bu chuvalchanglar bundan da zich bo'lib ketadi. Mana chuvalchanglarimiz. Xohlagan joyimizni ochadigan bo'lsak,
Chuvalchanglarimiz xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Mana. Mana xohlagan joyimizni ochamiz mana. Mana. Chuvalchang. Mana sizga chuvalchang. Kimga nech kvadrat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Lokatsiyalar tashab beriladi, xudo xolasa. Mana. Bu chuvalchang degan Allohning bir mo'jizasi ko'ringki, mana xudo xolasa mana chuvalchanglar ishlash holatida. Agar bu xudo xolasa aytib o'tganimizdek 2 kun quyosh chiqib berib tursa, bu hali aktivlashib, hali bu tuxum qo'yish jarayoniga o'tsa, yana ham bu 1 oy 15 kun ichida to'lib sig'may ketadi chuvalchanglarimiz mana. Chista Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Mana. Mana. Xo'p, e'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Ikkala nomerimiz ham xudo xolasa to'liq ishlaydi. Xo'p. Har qanday vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.